Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, aziz obunachilar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Akfa Plus antrazit rangi plasmassa profilni rom tayyorlaganmiz, alyumin profilni eshik tayyorlaganmiz. Xudo xohlasa go'zal holatda chiqdi. Skronli holatda shotlankalar to'qilgan, laminatsiyalik. Xudo xohlasa quyoshda o'chib ketmaydi, boshqa bo'lmaydi. Ruchkalari baquvvat, eshigimizni mikrobkalari go'zal holatda har doimgidek. Oynasi 2 qavat bo'lgan, seriga oq. Shotlankamiz 2 qavat oynaga bo'ladi. Romlari slojniy mexanizm qo'yilgan, 2 tomonlama ochiladigan podokonnliklari bilan birgalikda. Slojniy mexanizm polichkani o'rnida ham ishlayveradi. Havo yaxshi aylanadi. Qishki kunida boshqada qiya qilib ochib qo'ysa, yarim holatda uyda qattiq sovutib yubormaydi. Ruchkalari baquvvat, romlari ruchkalari ham go'zal holatda. Xo'sh, eshiklari splashnoy bo'lgan. Skronli qilib berasiz deganing shunaqa laminatsiyali shotlanka to'qilganmiz. Majma emas. Bu tomonda ikkita romi bor, 3 ko'z, 5 ko'zlik. Bular ham slojniy mexanizm. Glavniy eshigi ham juda go'zal holatda chiqdi. Eshiklari alyumindan bo'lgan. Mikrobkalar go'zal holatda. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Dastlabki Ustunobga vodiy bo'ylab. O'zimiz Andijon viloyati Buloq boshidamiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlar opsiyaniyada qoladi. Xudo xohlasa go'zal holatda chiqdi. Ishimiz kimga yoqqan bo'lsa, ishimiz like bosib qo'yinglar. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa go'zal holatda ishlarni qo'yib boramiz kanalimizga.